Assalomu alaykum, hurmatli Chorva ishqibozlari. Mana shu 3-4 kundan bir video qilaman deb mana bugunga vaqt bo'ldi. Asosiy maqsad mana shu yashur, osil kasalligi bo'yicha mana shu buqalar hammasi hozir sal o'ylanib qolgan holati. Hozir batafsil nimalar qo'llaganim, nima ishlar qilayotganimizni birma-bir ko'rsatib, tushuntirib beraman. Zora men ham o'zim ham YouTube'dan hech kundan bir video ko'raman, baribir boshidan o'tgan tabib deb, ya'ni kim nima qilib foydalanib, qanaqa qilib mollarini shu oqsildan tuzatgan bo'lsa, biz ham shunga harakat qilib qolganlarga manfaatliroq bo'lsin degan maqsadda video qilib qo'yaman. Mana bu molimni tumshuqlarida yarasi bor, bunda jicha og'irroq kechyapti tumshug'i. Mana bu buqamizda isitma bor edi. Analgin Dimidrolni urdik. Xudo xolasa isitmasi yaxshi tushibdi. Og'zidan xona harorati adashmasam va kecha o'lchaganimda hozir olib chiqib ketilibdi. 14-15 shunaqa gradus edi. Buni og'zidan chiqayotgan bug' juda bilinayotgandi. Hozir unaqa bug'i yo'q. Asosiy kasallikni boshlanishini sababi mana opaxonni 1 fevral kuni shu Baliqchi bozoridan olib kelgandik. O'sha olib kelganimizda bu tarafga olib kelishda bir 10 kilometr daryoni bu tarafiga o'tadi. Ya'ni Jidagepaga. Ajitda kelgan mollar Isuzu mashinasida kelgan mollarda hammasi kasal bo'ldi. O'zimiz tanishlarim bordi. Telefon qilyapti. "Sohboy, seni moling kasal bo'lmadimi?" "Yo'q aka, hozircha tinchlik. Xudo xolasa kasal bo'lmasin" desam, xo'p, ikkinchi kuni hech narsa bilingan yo'q. Uchinchi, 4-chi kunlari, ya'ni o'sha 6 fevral degan, o'sha oyoq og'rishni boshladi. Mana shu oyog'i. Ichini ochib ko'rsak, mana shu joyida ichida yarasi bor. Bunga levomikol istayapman. Hozir yana qilayotgan muolajalarimni ham ko'rsataman. Bu kishimda buzoqchalari bor. Enasiga ko'r qilinyapti. Veterinar kelib ko'r qilayotgan. Undan tashqari o'zimiz ham sefazalin qildik. O'sha yonboshdan 2 mahaldan 1 grammlik kapsulasida bir ampuladan sefazalin qildik. Ustidan bolasiga o'taveradi deb hali qilindi. Novoslar dam olib yotibdi. Tagi quruq. Iloji boricha tagini quruq saqlash kerak ekan, oyog'i og'rigan mollar uchun. Mana ham polni xashak maydalab solib qo'yilgan. Ana endi asosiy joyiga kelamiz. Nima qo'llab, qay holatgacha olib kelganim. Xo'p. Mana bu spreydan tavsiya berishganda, yozuv ko'rinyaptimi? Elenvital spreyi. Undan istayman. Keyin oddiy o'zimiz margansovka, kalipermanganat quyuq qilib, ichiga 2 qoshiq tuz solib,
margan suviga aralashtirib, iliq suvga eritib olib turib, shundan foydalanamiz. Keyin mana bu sprey tugaganda idishiga spirt quyib, unga ham tuz solib, hop, mana bu fraselin bilan spirt aralashmasi. Buni ham tuyoqlariga orasiga, haligi sigir orasida ko'rdik. Sigir tuyog'ining orasiga bundan ustamiz. Keyin mana bu Elem Vitalda suyuq vitamini, buni yoz bo'yi ham berib yurgandim. Shunda ichiramiz uzoqqa, mana bu suvga aralashtirib. Bu mana bu oq ranglisi formalin degan xuddi banitsalarda ishlatiladigan xlorga o'xshagan formalin, hidi o'ta o'tkiragan, mollarda o'sha go'nglarga, oyoqlar tarafiga, uning hamma qismiga sepamiz. Sepib qaytib chiqib ketganingizdan keyin hidiga chidab bo'lmaydi, ya'ni o'sha viruslarni o'ldiruvchi sifatida mana shu formalindan foydalanib, kelganda ham, mol kelganda ham oyoqlariga sepgandim, baribir bitta yuqqandan keyin hammasiga bo'lib chiqargan. Xo'p, keyin mana bu suyuqligimiz bor. Bu yod, zelenka, tuz, bunda ham ozmoz spirt bor tarkibida. Ashlat aralashtirib, 3 xil, 4 xil aralashtirib turib, buni oyoqlariga surtadi. Keyin mana uni ahvoli ancha yaxshi. Chunki o'sha ikkinchi kuni burnidan anaqa oqayotgan paytda aroq ichirib o'rgandim. Taxminan 100 gram atrofida yaxshi bo'lib ketdi. Bugun bunisiga ichirdim. Bononi isitmasi borligicha aroq bermadik. Ko'taravermasin deb. Unga ham isitmasi tushgandan keyin aroq ichirib qo'yamiz. Margan sopga kuydik og'ziga, aroq ichdi. Bu ham ichlarini yuvib, tillari bir qator ko'chganini bilinyapti. Mana bunga o'xshagan suyuqlik ko'chib tilini. Shu ishlatayotgan holati yaxshi. Bugundan mana to'llaydi, atalaladi, ichib qoldi bu ham. Ozgina qopdi. Silos yeyishni boshladi. Silos berardi. Oldiga bunaqa tuz qo'yib o'rish kerak ekan. Mana yalab shu holatga keltirib qo'yibdi. Bu ham dori ekan. Keyin yana bitta nima? Achchiq toshda ham ko'rsatmam, achchiq tosh. O'zimiz xalq nimasida ishlatiladigan achchiq toshda ham eritib turib, suvga eritib turib, uni ham og'izlariga kuygandim. Birinchi kuni hozirda qolmabdi. O'sha video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Mana ishlatgan narsalarim, o'zim boshqa sohaning odami bo'lsam ham, bu hayvon boqish hobbi. Shuni fikr hayolingiz shularda bo'lib qolar ekan, to tuzalguncha. Boshdan o'tgan tabib deb shunga aytsalar kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.